Do'stlar, Uchtepa 14-kvartal Afruz to'yxonasini yonida joylashgan 4 etajli domimizning 1-qavatida 3 xona, 5 xona qilingan fayzli xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Xonadonimizni ko'rib turganingizdek chiroyli qilib, remontlar qilib qo'yilgan. Xonadonimizning kiraverish qismi 1-xonasi, bolalarni dars qiladigan xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Undan keyingi xona bolalar xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana bitta xona. Bu ham yotoqxona, kattalar xonasi. Uyimizning общий zali, mehmon kutadigan, kattagina, chiroyligina qilib mebellar qo'yib qo'yilgan. Uyimizning birinchi sanuzyeli, общий sanuzyel. Uyimizning keyingi xonasi mana ko'rganingizdek. Uyimizning chiroyli zelyoniy zonasi bor hamda o'zining avtoparkovkasiga ega. Uyimizni hamma xonalarida konditsionerlar bor. Ma'lum bir jihozlar qoladi. Uyimizning keyingi sanuzyeli. Do'stlar, uyimiz duplex variantda. Do'stlar, uyimizning pastki qavati ko'rib turganingizdek chiroyli qilib, oshxona qilib qo'yilgan. Bu yoqda bemalol choy ichib o'tirsangiz bo'ladi, kattagina xona. Bu yoqda yana bitta xonasi bor. Kladovka o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Do'stlar, uyimizni kvadrati 120 kvadrat. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 180 ming deb uy egalari tomonidan baholandi. Hozirroq uy egalari bilan kelishadigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin.